Hey, wie geht's dir? Ich habe heute eine Nachricht gesehen. Ey, ist das ein Ernst? Das wusste ich nicht, dass sowas passiert. Hey, ich schwöre, das ist so geil. Hey, lass mal einmal noch einmal das sowas Foto machen. Das ist doch cool. Nega darsda hammasini bilasiz-ku, lekin gapirganda aportajga tushib qolasiz, chunki siz o'z nutqingizni chetda eshitmagansiz. Keling, audio analiz o'tkazamiz. Biz gapirayotganimizda miyamiz ma'no yetkazish bilan band bo'ladi va grammatik xatolarni yutib yuboradi. Meditsina biror bir mavzuda 1 daqiqa gapiring va uni yozib oling. Keyin esa o'sha yozuvni so'zma-so'z qog'ozga tushiring. Hayron qolishingiz mumkin. Xato qilmayman degan joyingizda artiklni adashtirganingizni yoki fe'lni noto'g'ri qo'yganingizni o'zingiz guvoh bo'lasiz. O'z xatosini topgan talaba yengilmas talabadir. Bu metod sizda ichki filtrni shakllantiradi. Endi keyingi safar gapirayotganingizda miyangiz sizni xato qilishdan oldin ogohlantiradi. Birovlarning fikrini kutmang, o'zingiz tanqidchiga aylantiring. Agar bu metod sizga foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq like va podpiska tashlab qo'yishni unutmang. Tschüss, bis zum nächsten Mal.